Nimaga dorixonada narxlar turlicha? Narsani original yoki poddelkaligini aytib borish. Shuni hisobiga arzonroq dorilar ustiga mindirib boradi, qanchadandir shuni. Ustiga puli juda ko'p qo'yadi. Joylari masalan arendasi bo'lishi mumkin. Shu sababli kimdadir arzon, kimdadir qimmat. O'sha dorilarni optimal demayman, ko'p oladi. Kolичествосini 20 ming so'm foyda ko'raman deb turib, neofitsialniy tovar olib keladi. Tovarni majbur olasiz. nega bunaqa savol berasizlar? Qo'limda hozir dorilar ro'yxati. Hozir buni dorilarni men dorixonaga kirib narxlarini yozdirib chiqdim. 3 ta dorixonaga kirdim, narxlar turlicha. Orasidagi farqlar hozir 50 ming, 60 mingni farqida chiqdi. Hozir buni orasidagi dorilarni farqini nimaga bunaqaligini farmatsevtlarning o'zidan so'rab chiqamiz. Qarang, hozir boya sizdan men narx hisoblatib ketdim-ku. Boshqa apteka bilan solishtirolmay, narxida orasida farq bor-da. Mana hozir 96 ming, 90 ming, 80 ming o'zi 16 minglik farq qilyapti. Bizda qimmatroq bo'lyapti. Ha, nisbatan shunaqaroq. O'shani sababini bilmoqchi edik. Nimaga dorixonada narxlar turlicha? O'shani bir Bizda tovar tez-tez almashadi. Yangi tovar sal qimmatroq kelishi mumkin, arzonroq kelishi mumkin. Bu endi bizning o'zimizda emas. Bizning qo'limizda emas. Aptekalarda o'zi 20% gacha narx qo'yish mumkin kelgan tovarga. Optividan olingandan keyin qoidasi bo'yicha, mezon bo'yicha shunaqa. No, ularda masalan eski partiyadagi tovar bo'layotgan bo'lsa, masalan ularda arzonroq kelgan bo'lsa, 55 ming, 54 ming narxda qolib ketgan bo'lishi mumkin. Bizda tovar tez-tez almashgan hisobiga biz haftasiga olamiz, deyarli siz so'rayotgan narsani. Bizda ko'proq ketadi, talab kuchli bizda. Bu narx qarang, oldingi partiya bilan hozirgi partiyaning orasidagi farq bu kurslarning hisobiga, to'g'rimi? Ya'ni chetdan kirayotgan dorilar, dollar, yevroning hisobiga kirib keladi, to'g'rimi? Shu nuqtai nazardan. Kurslarni anaqasidan bilmadim-ku. Firmadan kelayotgan, Optiviladan kelayotgan tovarni majbur olasiz. Ana bo'lyaptimi? Klientga kerakmi? Olishimiz kerak, tugayaptimi? Olamiz. Qimmatroq bo'lsa ham olishga majburmiz. Olamiz, biz o'sha standart har doim qo'yadigan sanamizni, foizimizni qo'yib olamiz. Sizda 44 ming chiqqanda, boshqa aptekada 50 ming, 6 ming arzonroq. Agar buni 10 ta yozilgan, 10 ta oladigan bo'lsa, 60 ming o'zi farq qilyapti. Buni hozir sababini bilmoqchimizga qarang. Dorilarni masalan aptekalarimiz bor, bitta, ikkita aptekasi bor, nimalar bor. Filiallari mana 10 ta, 15 ta aptekasi bor aptekalarda o'sha dorilarni optimal demayman, ko'p oladi. Kolичествосini ko'p oladi. O'shaning uchun ularga arzon tushadi. Bitta, ikkita aptekalarda olsa, ular kamroq oladi, o'shaning hisobiga ko'proq qo'ysa kerak. Shundan kelib chiqadi, Setiv aptekalar nisbatan arzon yuradi degan. Ha, Setiv aptekalar o'sha dori nimalarini ko'proq olgani uchun o'shani hisobiga menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Keyin joylari masalan arendasi bo'lishi mumkin. Ishchilarning oyligiga mana shu hammasini hisob-kitobini qilib, shunga qarab narx qo'yishi mumkin. Keyin shunaqa narsa bor aptekalarda, bizda masalan hamma doriga bir xilda 11% bo'lmasa 10% qo'yib boradigan bo'lsa ham, boshqa aptekalarda shunaqa joyi bor. Oddiy natriy xlor hamma joyda standart masalan 3,5 minglar sotilayotgan bo'lsa, o'sha bizda masalan 3,5 ming bo'lsa, boshqa aptekalar 4 mingdan qo'yadi-da, unga 5 mingdan mindirib turib. Qimmatroq dorilarni 1 millionlik, 500 minglik, masalan 58 minglik dorini ko'rasiz, 55 ming qilib qo'ygan. Shuni hisobiga arzonroq dorilar ustiga mindirib boradi, qanchadandir shunday ko'p ketadigan dorilar, masalan fizrastor, glyukoza, shunaqa narsalarga ustiga qo'yib turib, qimmatroq dorilar nisbatan boshqalarga arzon qilib qo'yadi. Shuni hisobiga odamlar arzon deb o'ylaydi. Orixonaga mana hozir ko'pchilik bemorlarda, mana bu dori sotayotganlarda shunaqa savol bor-da. Dorini narxini farqi bo'yicha. Mana bir nechta dorilarni dorixonaga kirib narxini solishtirsa, turli xil narxlar chiqadi-da. Buni sababini bir aytib ketsangiz, mana bu ko'rayotgan odam o'sha xulosa chiqarsa, ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Ustiga puli juda ko'p qo'yadi, hokazo degan fikrlar bor-da. Shuni bir yoritib bersangiz, nima uchun o'zi narxlar har xil aptekalarda? Mana magazinga kiradigan bo'lsangiz, bitta narsa sotib oladigan bo'lsangiz, narxi katta farq qilmaydi, lekin dorilar narxi turlicha. Farqi katta ham desak bo'ladi-da. Dorilarning narxiga keladigan bo'lsa, dorilarning narxi ishlab chiqaruvchisiga farq qiladi. O'zimizaniki bor, indiskiy bor, chetniki bo'ladi.
и u yerda kursga qarab turib olib kiradi aptekalar. Ko'pchilik apteka hozirgi kunda referentniy degan narxga qaramayapti, chunki davlat tarafdan belgilab berilgan u yerda referentniy narx bo'ladi. Referentniy narxi hozir sekin-sekin o'sha narsa aptekalar e'tibor beryapti, chunki referentniy narxiga qaramasa aptekalarning narxi har xil bo'lib qolyapti. Agarda har bir apteka referentniy narxiga qarab turib qo'yadigan bo'lsa, 20% gacha, 15% gacha qo'ysa bo'ladi. Ko'pchilik aptekalar shu sababli referentniy narxiga qaramagan sababli mana o'z e'tibor bersangiz, ko'p aptekalarda dori tanqisligi bo'lib qoladi. U yerda dori tortilib qolsa, aptekalar sirazi uni narxini ko'tarib qo'yadi. U narsa mumkin emas. Har bir belgilangan narx bor. Masalan 2000 dan olib sotib turgan doringiz ma'lum bir vaqtdan keyin tortilib qolsa yoki firma olib kelmaydigan bo'lsa, sirazi u narsani 10 ming qilib qo'yishadi. Andipal misolida qiladigan bo'lsa, Andipalning hozirgi kunda narxi 12 ming, 15 ming, 30 minggacha bo'lib ketgan. Chunki u Andipalning o'zi narxi 2,5 ming, 3 ming so'm turadi. 2,5 minglik narxga maksimum 20% qo'yish mumkin. Shunaqa. Qonun bo'yicha. Qonun bo'yicha. Ko'pchilik u narsaga amal qilmaydi. Shu sababli hozirgi kunda davlat tarafidan belgilab berilgan qonun tartiblar bor. Har bitta anaqa markirovkasi bo'lishi kerak tovarni. Чтобы aholi olganda u narsani original yoki poddelkaligini ajratib olish uchun. Telefonida hozir programma chiqqan, o'sha original poddelka emasligini aniqlaydigan programma. Asl belgisi degan. U yerda shtrix kodini, markirovkasini uradigan bo'lsangiz, har bitta tovarni nominavaniyasi, original bo'lsa ishlab chiqaruvchisi, kim tarafdan olib kelinganligi, qaysi aptekadan olinganligi, nech pul narxda olinganligi, sroki, hamma danisi chiqib keladi u yerda. O'sha tovarlar original hisoblanadi. U tovarni chiqmasligi, u naqd puliga yoki qozodan olib kelganligi chiqib keladi. U registratsiya qilinmagan bo'ladi. Ko'p aptekalaringiz 20 minglik doridan 30 ming so'm yoki 20 ming so'm foyda ko'raman deb turib, neofitsialniy tovar olib kelyapti. Shu sababli kimdadir arzon, kimdadir qimmat. Oldin e'tibor bersangiz 12% MDS degan narsa bo'lmas edi. Bo'lar edi. Faqat parafarmatsiyada bo'lardi 12% MDS. Hozirgi kunda dorilarga ham shu narsa qo'yilgan, 12% MDS. U MDS aholi tarafidan ko'pchilik aytadi, 2000 dan olardim, hozirgi kunda 2,5 ming, 3 ming bo'ldi deb turib. Oldin u narsa doriga nisbatan qo'llanilmas edi, 12% MDS. 12% MDS hisobiga narxlar hozir o'ynayapti. Endilikda amaliyotda tatbiq etilayotgan 2025-yil 28-yanvardagi 13-son prezident farmoniga muvofiq retsept bilan beriladigan dori vositalari toifasini ulgurji va chakana sotishda, ularni yetkazib berishda ishtirok etuvchi vositachilar sonidan qat'iy nazar, ulgurji savdo uchun sotib olingan qiymatidan 15% dan va chakana savdo uchun sotib olingan qiymatdan 20% dan ortiq bo'lmagan miqdorlarda ustima qo'llaniladi. Ushbu dori vositalarining ulgurji va chakana narxlari cheklangan ulgurji va chakana referent narxlardan yuqori bo'lmasligi shart. Referent narxlar dori vositalari narxlari chegaradosh mamlakatlarga nisbatan yurtimizda asossiz o'sishini oldini olishi ko'zda tutilmoqda.